Hammaga salom, sizlar bilan men yaxshi kelishmagan yangi videorolikimga. Video boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lsangiz. Nima? Bu nima bo'ldi yana? Bu qishloqmi? Qishloqqa o'xshamayapti. Men qizig'i, mana bunga qarang. Mana bu nima? Wow. Men videoyam qilmoq kerak. Nima? Bu hozir bu kelgan nima sehrlangan emas. Bu anvilda birlashgan kitoblar ostilarga buning qobiliyatini ko'rsataman. Qarang. Judayam tez sindiradi oksigenni. Mana. Yo'q, men buni kiritib olganim yo'q. Hech qanaqa qanday blok qilayotgan yo'q. Ilmiy ta'limda bitta sho'rva olganni birada yasab oldim. Topib bordim, mayli yeyman deganim. Qani? Hozirlarga tosh kulgan qanaqa sindirga toshni qanaqa sindirgan ko'rsataman. Mana bunga qaranglar. Wow! Bunga nima bo'ldi? Niti. Erki botlarga o'xshab o'q qolardi. Mana shunaqa creeper portlashdi. Men qo'rqmayman. Erki qo'rqoq deb nom olmayman. Qonim ham oq qoldi. U ham oz qotdi. Qani yeymiz. Men bitta Minecraft ko'rib qoldim 2021 yil chiqqan shu Adha Craft degan shu videodagida 20 marta obunachi yig'ilsa men buni qilaman. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar? Faqat 8% odamlar obuna bo'lmay ko'rishyapti. Buni albatta to'g'rilash kerak. Shuni qanday qilib deysizmi? Videoga pastga tushing, kanalga obuna bo'ling. Men ketdim. Tepaga sakraymiz pastga. O'qolsam mendan nima? O'qolmayman, qanaqasiga o'qolmayman. Bu haykalning ustiga sakrayman deb ishonmanglar. Albatta men mana bu nega sakrayman uyga. Qani boshla ikkita jonim qoldi. Agar mana shu yerga sakraganimda o'lgan bo'lardim. Bilasizlarmi? Lekin respawn yo'q-ku. Baribir hech narsa bo'lmaydi. Qayta tug'ilishdi. Mana bu yerda nima yertganmi bilasizlarmi? Mana shu kirkalar hammasini cho'laganman. Mana shularni. Yana hammasini yorimni toshlardan shu pechkalarni yasaganman. Hisoblaringcha shular bilan nechta bo'ladi? Pechka 9 ta toshdan tayyorlanadi. O'zimga ketib qolibdimi yo'qmi? Och qoldim. Qo'rqma. Mana shu 4 qolsa bo'ldi. Men ovqatni yeyman. Bu albatta hozir. Mana bittadan ketmaydi. Bu to'g'ri 100% bitti. Lekin mana shundan bitta jon ketadi, to'g'rimi?
yarım da gitti. Bu yaman emas. Yaman emas, yaman emas, yaman emas, yaman emas, yaman emas, yaman emas, yaman emas. Yarım da canım. Dersin şamanlar. Bu elbette hafif. Resmen kadar doğru ait. Umarım gelmez. Mümkün değil. Ben şu derece 17. Böyle resmen basıyor. Ben şu havalı. Merhaba bu yamazsan. Yemek yok. Ekmek. Gittim. Videoya like, kanala abone olmayı unutmayın. Öz fikirlerini komentarlara yazıp kaldırınlar. Hemen hayırlısıyla bilemiyorum. İlerler. Kilgisi videolarda görüşeceğiz. Kanala abone olup videoya like bas.